Agar 6 yil oldin Navoiy viloyatida aholimizning ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi bor yo'g'i 53% bo'lgan bo'lsa, 2026-yilga kelib mana 88% dan oshdi. 5 yil oldin Xatirchi tumanimizda ham 11% aholi markazlashgan toza ichimlik suvidan foydalanilardi. Bugunga kelib aynan Xatirchi tumanimizda 70% dan oshiq aholimiz bugun markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Navoiy viloyati bo'yicha 6 yilda qariyb 400 milliarddan oshiq mablag' aynan suv tizimiga ajratilgan. 2026-yilni o'zida 57 ta loyihamiz 167 milliard so'm aynan suv tizimiga va oqova tizimiga ajratilgan. Ushbu loyihalarning qariyb 60% ishlari yakunlandi. Viloyatda nafaqat ichimlik suv, balkim oqova tizimi bo'yicha katta loyihalar amalga oshirilyapti. Birgina hurmatli prezidentimizning qarorlari bilan Karmana tumanida bu yil juda katta loyiha, bu 25 million dollarlik Fransiya taraqqiyot jamg'armasining mablag'laridan aynan oqova tarmoqlari tizimi yo'lga qo'yilayotganligi bu Karmana uchun va Navoiy ahli uchun juda katta bir loyiha hisoblanadi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan yil yakunigacha amalga oshirilayotgan loyihalarni to'liq sifatli bajarish, yangi loyihalar bo'yicha takliflarni berish bo'yicha topshiriq berdilar. Barcha belgilangan vazifalar so'zsiz o'z vaqtida bajarilishini ta'minlaymiz.